Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan 7 otishli motovloylar uchun dori sepadigan apparatlarimiz tayyor bo'ldi. E'tibor beringlar, ishlash jarayonlari hozirda davom etmoqda. 300 litrli bochkalarni qo'yib, katta apparatimizni original variantda tayyorlab qo'yganmiz va bir qator davlenasini ishlatib tekshirib olyapmiz. Bu komplektimiz hozirda sotildi. E'tibor bering, aravalari, yo'nqishlari va undan tashqari 7 otishli motoblogimizni 500 kilogramgacha yuk ko'taradigan aravalari bilan komplekt holatda tayyorlab qo'yganmiz. Kimga mana shu turdagi komplekt holatida dori sepadigan apparatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda xarid qilib olishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin, davlenasiga o'zlari bitta baho berib berishlar. Ko'pchilik obunachilarimiz so'raganida buni bir qator ishlatib, tekshirib bergan akalarimiz uchun ana davlenasiga o'zlaringiz bitta baho berib berasiz. Davlenani yana ham qisib yoki ochib uzoqroq masofagacha bemalol davlenasi chiqib bera oladi. E'tibor beringlar, mashinalarni yuvish uchun va undan tashqari uyingiz uchun bemalol mana shunday bitta katta apparat olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Bu komplektimiz hozirgi paytda 7 otishli motobloglar uchun komplekt holatda tayyorlab berganmiz va buni motoblogimizda rollari gidravlikalik variantidan boshqarish uchun juda ham qulay akalar. Undan tashqari aravalarni 500 kilogramgacha yuk ko'taradigan aravalarimiz uchun 300 litrli, 350, 400, 500 litrgacha bochkalarni qo'yib tayyorlab berish imkoniyatlari bor akalar. Xo'p, karter apparatimiz ham TH firmasiga tegishli original pompalari katta variantidan komplekt holatda tayyorlab qo'ydik akalar. Undan tashqari hozir mana motoblogimizni bir qator mana yurishlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Motoblogimiz yurishlariga ham bitta ahamiyat berib berasizlar akalar. Boshqarish uchun juda ham qulay, rollari ham gidravlikali qilib ishlangan bo'ladi. O'ngga, chapga burilish orqada biz og'ir bo'lib ketadigan bo'lsa, burilishga qiyin bo'ladi. Shuning uchun rollarni gidravlikali qilib tayyorlab qo'yganmiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu komplektimiz hozirda sotildi akalar. Buni qo'qonga dastlabki qilib yuborib beryapmiz akalar. Borgandan keyin bir qator ishlatib tekshirib beramiz. Videolarni kuzatib boringlar. Boshqarishlariga bitta o'zlaringiz ahamiyat berib berasiz akalar. Mana yorug'ida bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Karter apparatimiz eng sifatli bo'lgan modeli, motoblogimiz ham original modelidan komplekt holatda tayyorlab bergan. O'zini komplektlarga yana mana shu turdagi frezalarigacha qo'shib beramiz. Kimga mana shu turdagi texnikalarda eng arzon joydan kerak bo'lsa, bularimiz hozirgi paytda eng arzon modellarini bizning do'konlarimizdan $700 boshlab $1200 komplekt holatida xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun yo'nqishlarini boshqa kattaroq yo'nqishlardan qo'yib ham tayyorlab beramiz. Aravalarimiz ham har xil modellari bor va undan tashqari motobloglarimiz ham assortimenti juda ham katta. Xohlaganlar uchun 7 otishli, 9, 13, 15 otishli motobloglar uchun ham komplekt holatda ham tayyorlab bera olamiz. E'tibor berishlaringiz mumkin, Optim baza hisoblanadi eng arzon narxlarda motobloglarda va komplekt holatda mana shunday aravalarda va boshqa turdagi texnikalarimizni bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, kimga mana shu turdagi komplekt holatda motobloglar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydim. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agro servis do'koni. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.